Noqonuniy kreditorlar hisoblarini bitta shikoyatdan so'ng darhol bloklash. Endi noqonuniy xususiy qarz berish qurboni shikoyat berishi bilan bir vaqtning o'zida quyidagi choralar kuchga kiradi. Noqonuniy qarz undirishni to'xtatish, mul hisoblarni bloklash, qonuniy vakil tayinlash va sud orqali himoya qilish. Bundan tashqari, bir vaqtning o'zida politsiya tergovini boshlash uchun so'rov yuboriladi. Jinoyatchilar foydalangan aloqa vositalari bloklanadi hamda qarzdorga bepul advokat tayinlash uchun Koreya yuridik yordam korporatsiyasiga ariza topshiriladi. Ushbu jarayon doirasida tekshiruv natijalariga ko'ra, noqonuniy moliyaviy operatsiyalarda bevosita foydalanilgan hisoblar darhol bloklanadi. Bunday hisob egasi kuchaytirilgan qayta identifikatsiyadan o'tmaguncha hech qanday moliyaviy operatsiyani amalga oshira olmaydi.